Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisiga to'xtaluvdan aldım bir narsani aytib ketaylik. Payg'ambar muntib degan bir so'rov vardı. Ayyukum malu varisihi ahabbu ilayhi min malihi. Sizlerden deydi, kimingizga murasqorining boyligi o'zining boyligiga qaraganda suyukliroq deydi. Murasqorining boyligi o'zining boyligine qaraganda yaxshi ko'radi, o'zining suyukliroq deganda barliq o'sha sahobalar payg'ambarning janida o'tirgan kim bo'lsa aytishadi-da, barliq o'zinglar biz o'zimizning boyligimizni yaxshi ko'ramiz. Hech kim o'z uchun murasqorimizning boyligi bizga o'zimizning boyligimizga qaraganda suyukliroq emas, biz o'zimizning boyligimizni yaxshi ko'ramiz deydi. Murasqorimizning boyligini yaxshi ko'ramiz deganda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ne deydi? Fa inna malahu ma qaddama va malu varisihi ma akhara. O'zining boyligi bu oldin ala Xudoy taolaning yo'liga jumshag'ani deydi. Alemi qaysini qaltirib ketgan bo'lsa bu dunyoda al murasqorining boyligi deydi. Endi o'ylab ko'raylik. Biz hozir qaysi boylikni yaxshi ko'ryapatganmiz? O'zimiznikini yo'q, murasqorimizni. Bizning doğruda biz o'zimiznikini emas, murasqorimizni yaxshi ko'ramiz. Boylikni qamdab qaltirib ketamiz, ondan keyin al emne bo'ladi biz bilmaymiz ansini. O'shandaqdan hurmatli og'aylar ayta turgan so'z Xudoy taolaning yo'liga kimda mumkinchiligi bor? Balkim bir adamning mumkinchiligi bor, balkim 10 adamning mumkinchiligi bor. O'sha mumkinchilikka jarasha har bir adam balkim 10 kishi cho'g'ilib turib bir yetimxona qurib qo'ysak savob bo'ladi. Bir yo'lda jasab qo'ysak savob bo'ladi. Shunday yaxshi ishlarni ko'p-ko'p jasayli.